Juda ham hayajonli daqiqa. Chunki oxirgi penalti ursa, bo'ldi O'zbekiston keyingi bosqichda Italiyaga qarshi. Gol! Arash! O'zbekiston 1-8 da. Tabriklaymiz. Gap so'z yo'q. Malatsi. Olg'a O'zbekiston. Yana bir marotaba xarakter ko'rsatgan bu yigitlarga bravo. Arash! Ajoyib. Rustamjonovga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Malatsi penaltini ishladi va oxirigacha ishonchli harakat qozondi. Rahmat yigitlar, marshal. Arash! Bizga aytganingiz uchun. Xorvatiyani momosini ko'rsatib yubordi. Malades Rustamjonov mana shu bola zo'r sayf amalga oshirdi. Qolgan 3 ta to'pni ham yo'nalishini topdi, lekin omad ozgina yetishmadi, lekin bitta penaltini ishonchli qaytardi. Malades. Olg'a O'zbekiston. Ozgina jarohat ham bor. Sog'ayib ketdi. Malatsi. Qandaydir bir to'qnashuvlarda qatnashyapti. O'zbekiston. Gap so'z yo'q, malatsi.